Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tilidan 30 qissa. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى صارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. إفريت ونماز. Abu Hurayra roziyallohu anhu payg'ambarimizdan shunday rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Kecha, ya'ni tunda, kecha jinlardan bo'lgan bir ifrit mening oldimga namozimni buzish uchun keldi dedi. Yoki shunga o'xshagan so'zni aytdi payg'ambarimiz. Payg'ambarimiz davom etadilar, Alloh taolo uni tutib olishimga menga imkon berdi. Sizlar hammalaringiz tong ottirganlaringda uni ko'rishinglar uchun masjid devorlaridan birortasiga bir bog'lab qo'yishni xohladim. Fazakartu qawla akhi Sulaymana Robbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Qala Rabbun faraddahu khasiyan. Bas birodarim Sulaymonning Parvardigorim o'zing menga o'zimdan keyin birontasi uchun muyassar bo'lmaydigan bir mulk davlat hadya etgan degan so'zini esladi, keyin qo'yib yubordi. Hadis nihoyasiga yetdi. Mana shu hadisdan olinadigan bir qancha xulosalar bor, inshaalloh suhbat qilamiz. Birinchidan, agar jin quvvati ziyoda bo'lsa, aziyatga yetkazishlikka qodir bo'lib qolgan bo'lsa, ifrit deyiladi. Bilasizlar, jin bu olovdan yaralgan Alloh taoloning mahluqotlari, ular siz bilan bizni ko'zimizga ko'rinmaydi, ular zaif bo'ladi. Mana shu quvvatga yetgani ifrit deb nomlanadi. Chunki mana Sulaymon alayhisalomning qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, Saba malikasi Bilqis Sulaymon alayhisalomning oldiga kelayotganida Sulaymon alayhisalom unga bir mo'jiza ko'rsatishlikni xohlab, ana shu Saba mamlakatidagi uni taxtini, malikani taxtini meni oldimga kim olib kelib beradi deb atrofida turgan ayonlariga aytdi. Shunda qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik va inni alayhi laqawiyyun amin dedi. Jinlar ham Sulaymon alayhisalomning xizmatida turgan. Shunda jinlardan bir pahlavon aytdi: "Men uni sen o'rningdan turishingdan ilgari senga keltirurman. Albatta men bunga qodir va ishonchlidirman" dedi. Ya'ni Baytul Maqdisda Sulaymon alayhisalom turgan bo'lsa, hozirgi kundagi Yaman hududida joylashgan mana shu Saba mamlakatini, malikani taxtini necha ming kilometr? Maqom degani bu oyatda sharhida keladi. Ittamanda boshlasa majlisini shu peshingacha o'tirgan deydi ayonlar. Mana shu 6 yoki 5 soat ichida olib kelib qo'yaman deyapti. Jinlardan bo'lgan kim? Ifrit. Mana shu quvvatga ega bo'lgan paytda ifrit deb nomlanadi. Ikkinchidan, bu hadisdan jangda tushgan asirni bir masjidga bog'lab qo'yish mumkin ekanligi tushuniladi. Chunki payg'ambarimiz ertalab tong otganda sizlar ko'rishinglar uchun ana shu jinni masjidni devoriga bog'lab qo'ymoqchi bo'ldim dedi. Mana sirat darslaridan o'qiganmiz, eshitganmiz. Sumomat ibn Usol Banu Hanifaning sayyidlaridan bo'lgan mana shu kishini musulmonlar asir qilib tutib kelganida payg'ambarimiz uni masjidni ustuniga bog'lab qo'ygan edi. 3 kun o'tirdi, keyin islomga kirdi. Toki musulmonlarning xulqini, axloqini, muomalasini, ibodatini ko'rishlik uchun payg'ambarimiz masjid ustiga bog'lab qo'ygan edi. Demak, mana shu hadisdan masjidni ichiga, masjidni ustunimi, devorimi, asrni bog'lab qo'yishlik mumkinligi tushuniladi. Uchinchidan, jin o'zi asli insonning ko'ziga ko'rinmaydi. Dunyoda biz ko'rmaymiz jinlarni. Ular bizni ko'radi. Jin o'zini asl suratida tursa insonning ko'ziga ko'rinmaydi. Ammo biror bir narsani shakliga kirib kelsa, uni ko'rish mumkin. Chunki mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga bu jin bir
o'zini shaklidan boshqa shaklda keldiki, payg'ambarimiz uni ko'rishlikka va uni bog'lab qo'yishlikka imkon topdi. Siyratga murojaat qiladigan bo'lsak, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hijratida mana Dorul Nadvada Quraysh mushriklari to'planib Rasulullohning ishini hal qilmoqchi bo'lishdi. Shunda ana shu mushriklarning oldiga najdlik oqsoqol ko'rinishida iblis keldi. Demak, iblis odam suratida keldi. Yana Rasululloh hijrat qilganidan keyin u zotning orqasidan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan ketayotganida Suroqat ibn Malik chiqdi. Mana shu Suroqat ibn Malikning suratida Quraysh Badr g'azotiga chiqib ketayotganida Kanona urug'idan xavotirda turib, agar chiqib ketsak Makkani tashlab qo'shin bilan Kanona urug'i kelib Makkaga hujum qilishi mumkin deb chiqaylikmi, chiqmaylikmi deb ikkilanib turgan paytda ana shu Kanona urug'idan bo'lgan Suroqat ibn Malikning ko'rinishida iblis yana keldi. Inni jarunakum, chiqoringlar, men sizlarga o'zim nima qilaman? Qabilam hujum qilmasligini men kafilligimga olaman deb turib, iblis Suroqat ibn Malik ko'rinishida ham keldi. Demak, jinlar toshmidi, hayvonmidi yoki bir insonmi ko'rinishiga kirishi mumkin ekan. Faqat shundagina inson uni ko'rishligi mumkin. Asl o'zini holatida bo'ladigan bo'lsa, biz bilan bizni ko'zimizga ko'rinmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz ertalab ko'rishlari uchun uni masjidga bog'lab qo'yishni xohladim dedi. Ifrit o'zini shaklidan boshqa shaklga kirganligi uchun payg'ambarimiz uni ushlashlikka imkon topdi. 6-dan namoz buyuk ibodat. Ayni mana shu ulug' ibodatni iblis buzish uchun keldi. Chunki bandani Allohga eng yaqin qiladigan ibodat bu namoz. Allohga eng yaqin bo'lgan holati sajda qilgan holati. Mana shu namozni buzishlik uchun keldi. 7-dan namozda xushu bo'lishligi shart birodarlar. Chunki Alloh taolo aytadi: "Qad aflahal mu'minun alladina hum fi solatihim xoshi'un." Qaysi namozxonlar, qaysi mu'minlar najotga yetishadi? Alloh Mu'minun surasida shunday deydi: Dar haqiqat namozlarida qo'rquv va umid bilan bo'yin eguvchi mu'minlar najot topdilar. Mana shu xushu degani qo'rqib turish Allohning azobidan hamda umid qilish rahmatidan. Mana shu narsani his qilishlik kerak. Agar bir odam o'limga hukm qilingan bo'lsa, faraz qiling. Namoz o'qigan bo'lsa ham hayotida, namoz o'qimagan bo'lsa ham umuman bir 10 minutdan keyin qatl qilinishi aniq bo'lsa, 2 rakat namoz o'qib ol deb unga muhlat berilsa, qanaqa namoz bo'ladi bu namoz? Haqiqiy xushuli namoz bo'lar edi. Qo'rquv ham bor. Allohning oldiga borsa azobga qolishlikdan. Hamda nima bor yana? Rahmatidan umid ham bor. Namozda xushu bo'lishligi shart. Birodarlar, rubba qoimin laysa lahu min qiyamihi illa sahar degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mana siz bilan biz ustimizda haq bo'lib qolmasin. Shunday bir namozxonlar bor dedi payg'ambarimiz. Ularni namozdan topgan narsasi bedorlik. Uyqudan qolgani xolos. Boshqa foyda yo'q ularga. Shuning uchun mana buni yoqda o'qigan namozlarimiz va avvalgi namozlarimizni ham xushu bilan o'qishligimiz kerak. Qo'rqu ehtimol oxirgi namozdir bu. Qayoqdan bilasiz? 8-dan Alloh taolo har narsaga qodir. Chunki insonni ko'ziga ko'rinmaydigan jin toifasidan bo'lgan bittasini inson bolasiga tutib olishligi imkon berdi. Jinni tutib berdi. Alloh qodir. 9-dan haqiqiy birodarlik birodarlar iymoniy, e'tiqodiy, diniy birodarlik bo'ladi. Innamal mu'minuna ikhwa. Albatta mu'minlar aka-ukadir. Bir tug'ishgan aka-ukadek bo'lishligi kerak. Otasi bir, onasi bir. Endi agar aka-uka bitta ota-onaning bolasi bo'lsa-yu, bittasi kufrni tanlagan bo'lsa, bittasi iymonni tanlagan bo'lsa, bular aka-uka emas. Musulmon odam uchun iymoniy birodarlik, iymoniy aloqa boyagi qondoshlik urug'idan ko'ra ustunroq turadi. Ha, albatta qarindoshlar musulmon bo'lsa, boshqalardan yaqinroq bo'ladi, ammo e'tiqod birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Chunki Nuh alayhisalomning o'g'li kemaga chiqmasdan cho'kib ketdi. Alloh taolo seni oilangni saqlab beraman degan edi. Nuh alayhisalom duo qildi: Parvardigor, ona o'g'lim meni oilamdan edi. Sen saqlab beraman oilangda va'da bergan eding. Seni va'dang haq edi deb so'raganida Alloh taolo u seni ahli emas dedi.
Ya'ni seni bolang emas u dedi. Pushti kamaridan bo'lgan, ammo e'tiqodi bir bo'lmaganligi uchun bolasi emas u. Shuning uchun arzimagan 3-4 dunyoni chaqasi deb boshqa bir dinlarga kirib ketayotgan, zalolat yo'llarga kirib ketayotgan odamlar agar shu yo'ldan qaytmasa, bu odam bizni akamiz, ukamiz emas. Iymoniy birodarlik hamma birodarlikning ustida turadi. Shuning uchun Sulaymon alayhisalom qancha ming yil avval yashagan bo'lsa ham, payg'ambarimiz birodarim Sulaymonni duosi esimga tushdi deyapti. E'tibor beraylik. Iymoniy e'tiqodiy birodarlik bitta millatdan bo'lsangiz, lekin dinda bo'lmaydigan bo'lsa, u nariga boshqa millatdagi odam dinda bo'lsa, shu sizga yaqinroq bo'lishligi kerak. E'tiqodimiz, o'lchovimiz shu bo'ladi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning odobiki, Sulaymon alayhisalom so'ragan edi bu mulkni. Parvardigor menga shunday mulk berginki, mendan keyin birorta odamda bo'lmasin. Mana jinni bog'lab qo'yishni xohladim, deyapti Rasululloh. Ammo jinni bog'lab qo'yishlik qudrati, quvvati faqat Sulaymon alayhisalomga berilgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qodir bo'lib turib, mana shu musulmon payg'ambar birodarini duosini esladida baylamadi. Chunki faqat o'ziga so'ragandi bu narsani. Sulaymon alayhisalomning shunday qudrat bor edi. Ikkita jinni bir-biriga bog'lab qo'yib azob berar edi. Bu imkoniyatni payg'ambarimiz nima qilmadi? Bu imkoniyatdan foydalangani yo'q. Ya'ni e'tibor bering-da, rioya qilyapti-da. 11-dan Alloh azza va jallaga bo'lgan iymon shaytonni makrini zaif qiladi. Alloh aytadi: "Inna kaydash shaytoni kana zoifa." Albatta shaytonning makri juda ham zaif. Bu zaif makr kimga ta'sir qiladi? Kimga quvvatli bo'lib ko'rinadi? Iymoni zaif odamlarga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, inson bolasi uxlaganda shayton uning ustida 3 ta tugunni chigib qo'yadi. Nima qilsa birinchi tugun